Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men bir mashinani ijaraga olgan edim. Boshqa mashina bilan so'qishib ketish voqeasi yuz berib, mashinaning buzilgan yerlarini remont qilib berdim. Ammo remont qilish bir hafta davomlashdi. Shunga bu bir hafta uchun mashina egasiga mening pul to'lashim kerakmi? Javob. Va alaykum assalom. Mayli odatdagi o'zi ishlatadigan mashina bo'lsin yoki ijaraga beradigan mashina bo'lsin yoki kira mashinasi, taksi bo'lsin, ijaraga olg'uchi u mashinani haydash jarayonida hodisaga uchrash yoki benormal ishlatish sababli mashinani buzgan yoki remontga loyiq qilib qo'ygan ahvolda faqatla mashinani remont qilish pulini, shundaqla hodisa sababli mashinaning qimmatidagi kemiyishni baholatib to'laydi. Ammo remontxonada qolgan yoki hodisa sababli mashinani ishlatilmagan muddat uchun bu muddatda mashinadan topolmagan pulni to'lash majburiyati bo'lmaydi. Chunki bu mol-mulkni buzib o'tish yoki qo'lga kelishi cho'qim bo'lgan bir foydadan mahrum qilganlik bo'lmasdan foydalanish ehtimolining qo'ldan ketishidir. Bu foyda mashina egasi mashinani ag'rib qolish, havoning o'zgarishi va yoki harbiy holat deganga o'xshash turli sabablar bilan haydayolmaganlikdan qo'ldan ketishi mumkin. Bu xil ehtimollik bilan to'lam vojib bo'lmaydi. Bu sababdan fuqarolar bu turli foydalanmaslikni to'lamni vojib qiladigan ishlar qatorida sanamaydi. Ammo hozirgi yerlik qonunlar foydalanmaslikqa to'lam to'latadi. Mana bu xil mavhumlikqa qarata to'lam to'latish shariatga zid bo'lib, boshqalarning haqqini nohaq yevalish doirasiga kiradi. Shundaqdimi bu muddatga qarata ijaraga olg'uchi o'z ixtiyori bilan ma'lum miqdorda to'lam bersa, ehson doirasiga kiradi.